Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Şu vaxtına hayırlık olsun. Ben hazır bu bilgilerden degan bu videoda bazen bir özüm ünümünü görgen işlerden söz etmemektim. Belki kılvatkan buluşanlar mümkün ya ki sıra kılmagan buluşanlar mümkün. Belki beşana qıtıp qalğan buluşu mümkün. Şu an bilgenler için tekrar, bilmegenler için hediye. Bu qalğısı inşallah. Birincisi bizning uyimizda mülende ba salt işletimiz yani deymiz şoqlu guanton işlemi şoqlu qiyami pomidor qiyami deydi sap ana tilda pomidor qiyami işletimiz bu pomidor qiyami ağzını içip mesela 3-4 gün yoki 5-6 günde yakımız bir narsa tegib salsa onun üstü bir xil nima bo'lib qoldi bu nima deymiz köpükçü paydo bo'lib rang o'zgarib qoldi. Şunda bu buzub qalğanda qılım. Şunda bu qammasıq üçün sizlər hər işlətgan vaxtlarda hər qadam iştib boplam azıraq sumay tek qoyub etsanlar buzub qilishni aldın aldı. Birincisi şu. İkinciden to'latquning g'ayri puraqlar bo'lib qolsa, turaq qahvasidan 2-3 qo'shiq bir kichik qachig'i ilib 2-3 qo'shiqni turaq qahvasini un holatda qo'yishlarni qaynatib emas 2-3 qo'shiq shu un talqqan holatda bir qachig qilib buzraqni ichiga qo'yib qo'ysangiz tamoman puraqni yo'qotadi. Bu ikkinchi. Uchinchisi gaz keldi. Hammamiz mevalar olamiz, har xil mevalarni olamiz, ammo uzun vaqt saqlayolmaymiz. To'naq salaylik desak, sovuq holatda bolalarimizga ziyon qilamiz deb ansiraymiz. Undaqda bunda qanday uzun saqlaymiz deganda, qanday daraxtning yupurmoqlari bo'lsa daraxtning yupurmoqlarini 5-6 parcha ekirib mevalarni asib tashlayversanlar uzun süre saqlay olasizlar. Ammo armudni maymun shaptulni aslan yumshab qoldi emas, men uni armud bilan birga saqlasanglar maymun shaptulni uzun süre saqlay olasizlar. Armudni nima maymun shaptuli aslan buzib qoldi emas, yumshab. Shu armud bilan birga qo'ysanglar uzun süre saqlay olasizlar. Eng oxirgisi belki bilishinglar mumkin, bilmasinglar mumkin. Mayli bizning Uyg'ur nonlarimiz bo'lsin yoki turklar nonlari bo'lsin, qetib qolgan nonlar bo'lsa, uni sizlar unday holatda so'qib, giletonni oldi ishlatsanlar bo'ldi. To'qib ochiq qizarqa vaqtda uchraydigan bulgur uni bog'u, shuning o'rnida ishlatsanlar bo'ldi. Har qanday narni. Hozircha men foydalanayotgan mush usullarni bilib olinglar deb nam qo'yib sizlarning huzuringizga sundim. Foydalanishinglarni umid qilaman. Yangi qatılganlar abone bo'lishni unutib qolmaysizlar inshaalloh. Alloh hammalarga manfaatli qilib bersin.